Ulattiradigan bo'lmagan. Biz qo'llashga keldik-ku. Nima bo'lmaydimi biz qo'llaganimiz? Ulardan jigarlarimdan kutamandan men jigarlarim hammadan kutaman men qo'llab-quvvatlash. Shunday qiynalib ketyapman men shunday qiyinchilik ko'ryapman. Hozir nechaga kirding? 16. Bu uyda qanchadan beri yashaysizlar? 16 yildan beri. Nima orzung bor? Yangi uylarda yashaymiz. Yangi uylarda yashaysan bolam. Xohlasa yana Jihozlar bilan ishladim. jihozlari ham hamma narsasi bo'ladi, xudo xohlasa. Hamma narsasi bo'ladi. Kecha kartangizni qo'ydik a? Qancha tushdi? 1 million 100 tushdi. 1 million 100 ming so'm tushdi. Bir mashina shag'alga ham, klinikasiga ham yetmaydi. Savod besh insonlarimiz, sizlarga ishonamiz. Mana shularni ham zo'r uyli qilamiz a. Siqilmang, qan pul tushdi deb siqilmang. Xudo xohlasa baribir bitkazamiz. Men mana Xudoyim qarashyapti, mana ikkita bundan oldingisini ham qilamiz dedim. Mana Xudoyim qarashdi, xalqimiz mana shunday mana shu aka opalarimiz qarashdi. Bitkazdik. Zo'r qilib, havas qildim dedingiz necha marta borib. Havas qilib ko'rib keldim. Men ham shularning qatorida bo'lishni xohlayman. Yangi uyda yashashni xohlayman. Yordam beringizlar menga ham. Yordam beradi xalqimiz. Meni bolam mana shunday siqilib qolgan, tengqurlar bilan yurolmaydi, tengqurlar bilan qo'shnilarning tengqurlariga siqilib qolgan, shunday yo'qchilikdan, qiyinchilikdan siqilib. Nevrologingizga ham ta'sir olganda. Nevrologiya ham ta'sir olgan hozir. Shuni yaxshi bo'lib ketishiga sizlar yordam berishlaringiz kerak. Iltimos yordam beringizlar. Yordam beramiz. Opamiz ham guruhda nogironlari. Xudo xolasa siqilmang, boshqa yig'lamang. Bugun ham mana kartangizni qo'yib qo'yamiz. Kim bo'lib chiqadi? Toyqul va shoira egamni bo'lib chiqadi. Toyqul va shoira egamni bo'lib chiqadi. Yordamingizlarni ayamangsizlar. Mana shu savobli ishlarga hissalaringizni qo'shingsizlar. Rahmat sizlarga. Xudo xohlasa 3-4 kunda boshlaymiz ularni. Siqilmang. Xudo xohlasa rahmat sizlarga.